Sözüne Tataristan Respublikası Prezidenti vazifalarını vaqtincha boshqaruvchi Rustam Nurg'aliyev ham qaytaramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli forumda qatnashuvchilar, qonaqlar, sizni chin ko'ngildan Tataristonimizda Qozonda ko'rishga bek shod. Forumimiz 6-martaba o'tkaziladi yil. Alloh bersa, ertaga birgalikda Bulg'or jiyinida qatnashamiz. Albatta, forumda biz o'zimizning millatdoshlarga tugul, unda bizning qonaqlarimiz da keladi. Я хотел бы поприветствовать наших братьев мусульман России, которые приехали на столь важные для нас мероприятия, которые вместе с нами работают и в интересах нашей религии делают все для стабильности в нашей стране. Albatta, bizning forumimiz bu din masalalaridan tugul, dinda masalalar ko'p. O'zaro da bizning masalalar bor. Biz ana javoblar izlaymiz. Biz butun masalalarga qaraymiz. Biz o'zimizning millatimizning kelajagi to'g'risida so'rashamiz. Tilimiz, yoshlarimiz to'g'risida so'rashamiz. Nechuk butun dinlar bilan angama uyushtirib, bu masalalarga so'rashamiz. Albatta, biz bugungi kunda bek zo'r ish. Mana shunday formani topib, biz shu masalalarni o'rtaga solib, so'rashib, mana bugunda bek kerakli bizga kelajak uchun dokumentlarga biz qabul etacakmiz bugungi kunda. Albatta, u bizdan birdamlik, bir-birini tig'nov, o'rtaq fikrga keluv, u bek kerak edi. Bugun islom bo'yicha islom bek kuchlanib bora, anga qarshiliklar bek zo'r. Albatta, islomni tirishtirgan kuchlar da bek ko'p. Bu islamskiy государство degan problema, terrorizm degan problemalar bilan biz bu ishroqda birga bo'lib, menga qarshilik qo'yirga tegish. Albatta, u Rossiya ko'lamidagidan tugul, u butun dunyo ko'lamida u problema bor. Ana bizning yetakchilarga ko'ra, mana ko'pdan to'g'rigina bizning prezidentimiz Vladimir Vladimirovich Putinning shu bo'yicha strategik gruppa tuzildi. Anda 28 yildan 33 politik ishida bizning illanda ko'rinakli kishilarimiz bor. Ham bu gruppa bilan ishlarga men qo'shilman. Albatta, biz Rossiyada 20 milliondan ortiqroq musulmon deb sanaymiz. Dunyo ko'lamida u milyard 700, mana hali biz fikr alishdik, 2 milliardga yaqin musulmonlar bor. Albatta, bu bek zo'r ish. Biz Rossiya musulmonlari dunyodan ayrilishga tegishli bo'lib, shu o'xshatda bu problemalar islom dinining bir sharafiyati, bu problema bizning barimiz ishida bor. Albatta, biz birdan bo'lsak, agarda bizning fikrlarimiz durust bo'lsa, agarda bizning hukumatimiz, bizning prezidentimiz qabul etadi, bu bizning fikrlarimizni tinglaydi. Biz bu ishroqda elimizning bir fundamenti bo'ladi. Shunga ko'ra mening so'rovim bu zo'r ishda mening ko'ruvim bo'yicha biz bizning shu forumning siylashgan fikrlarini olib, shuni nida strategik Rossiya Islomskiy mir degan strategik gruppa ishida qo'llaniladigan deyish bo'ladi. Ham bizning bek ko'p butun masalalar bor. Mana biz bugun 63 ülkeden deb aytdilar mana. Necha? 63 ülkeden. Albatta, masalan, o Tatariston uchun, Boshqirdiston uchun biz maktablarimiz, tilimiz, butun urf-odat bo'yicha masalalar yengil hal etilgan ishroqdalar.
күп өлкәләрдә ул зур проблемалар бар. Шуңа күрә бу мәсьәләдә дә без булган проблемаларны һәм ничек аларны шишәбез, без аларны сөйләшергә кирәк. Мин уйлыйм, шушы эш формасын безгә сакларга кирәк, безгә бердәм булырга кирәк. Иртәгә Алла берсә матур итеп Болгар җирлегендә үзебезнең ата-бабаларыбызны искә алып, баш иеп, анда матур итеп бәйрәмебезне үткәрергә кирәк. Һәм киләчәктә дә шулай безгә җыелырга насыйп булсын. Мин чын күңелдән, чынлап торып, сезнең һәммәгезгә дә зур рәхмәт әйтәсем килә. Ул бит юлга чыгу җиңел әйбер түгел. Олы кешеләр дә бар сезнең арада. Шушы җирлеккә килүегез өчен, Болгар җирлегендә, Казанда белән сезнең белән бергә очрашып сөйләшү безнең өчен бу бик дәрәҗәле эш. Шуңа күрә сезгә барыгызга да исәнлек, саулык. Безнең форумда килешмәләр, килешүләр, бөтенесе бер фикердә булып, сезгә барыгызга бик зур рәхмәт. И, конечно же, я очень благодарен нашим братьям, которые вместе с нами сегодня, завтра. И хочу пожелать вам тоже успехов, удачи. Биг зур рахмат, большое спасибо вам.